lazerli korreksiya bo'yicha eng ko'p beriladigan savollar. Operatsiyadan keyin qayta yomonlashib ketmaydimi? Juda ham to'g'ri savol. Bunaqa holatlarda biz bemorni tekshirganimizda avvalambor operatsiyadan oldin biz ko'zni hamma parametrlarini o'rganib chiqamiz. Chunki juda ham ko'p parametrlar bor, o'shani inobatga olish kerak operatsiya qilishdan oldin va albatta bemorning yoshini ham inobatga olishimiz kerak. Qachonki bizada bemorga tekshiruvlar qilganimizdan keyin ishonchimiz komil bo'lsa, biz uverin bo'lsak ishimizga, biz keyinchalik operatsiya qila olamiz. Chunki bir xil holatlar bo'ladi. Biz operatsiyaga bemor xohlaydi operatsiya qilishni, lekin biz aytamiz, to'xtab tur, sizga hozir qilish operatsiya mumkin emas, chunki minus qaytalashi mumkin. Qachonki bu minus o'sayotgan davri bo'lsa yoki bemor juda ham yosh bo'lsa, biz aytamiz, shoshmang, keling, shu minusingizni o'sishini, to'xtashini kutaylik deb, keyin operatsiya qilaylik. Vaholanki voqlik qilib qo'ysa, minus qaytish ehtimoli bor, chunki bu hali o'sayotgan bo'lishi mumkin. Har kimga ham lazerli korreksiya qilib bo'ladimi? Lazerni operatsiya qilishdan oldin biz juda katta saralash o'tkazamiz, chunki bu qilayotgan muolajamizni qilganga yarasha yaxshi qilishimiz kerak yoki umuman qilishimiz kerak emas. Shuning uchun biz bemorlarni tekshirganimizdan keyin oxirida o'tirib gaplashamiz. Aytamiz, senga mumkin qilish operatsiyani yoki mumkin emas, yoki mumkin avvalambor, lekin ko'zingizni tayinlab olib, ko'zi tubida qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, o'shalarni qotirib olib, keyinchalik operatsiya qilib berishimiz mumkin. Har bitta bemorga individual qarash bo'ladi bizda. Chunki mana 18 yosh, 30 yosh, 40 yoshli bemorlar kelsa, hammasiga biz personalizirованный podxod qilishimiz kerak. Chunki hammada o'ziga yarasha taktika bo'ladi. Shuning uchun operatsiya qilishdan oldin biz chuqur tekshiramiz ko'zni va keyin bemor bilan o'tirib juda ko'p vaqt ajratamiz tushuntirishga muolaja haqida. Azizlar, sizlarda ham qandaydir savollar bo'lsa, lazerni korreksiya haqida izohlarda, kommentariyalarda yozib ketsangiz, bizga juda ham qiziq bo'ladi va keyingi videolarda biz shu savollaringizga javob beramiz. Rahmat, ko'rishguncha.